Dish. Labi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Muxlisa opa, men televideniyada Islom. Labi, Islom. Muxlisa opa, 16:00 ga sumkamiz, 14:00 ko'chada 2 soatdan keyin studiyada bo'lishingiz kerak. Studiyada boshlanadi. Oy, qanaqa qilib hali bor edi-ku? Opa, 2 soatda yetib kelin bo'ldi. Oy. 2 soatda. Nima qilsam ekan? Har doim syomka kuni shunaqa bo'ladi. Hozir men ushlab turlaring. Ha bo'ladi. Yasinni. Hozir men Malikaga telefon qilaychi. Allo Malika, yaxshimisan? Uydamiding? Yasin 2 soatga qarab tura olaysanmi? Juda ham zaril. Uyda emasmisan? Unda Malikaga kelib qarab tur. Vaqting yo'qmi? Hay. Mayli, nima qilsam ekan? Syomkam bor edi. Tez ketishim kerak. Juda ham zaril. Qatta? Tomsonda deysanmi? Meni o'g'lim kichkina, 1,5 yosh olishadimi? Yo'q, qatta joyligisi? Yunusoboddami? Bo'ldi. Unda borib ko'rsam bo'lar ekan. Bo'ldi, rahmat, xo'p. Assalomu alaykum. Tomsonga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, marhamat. Bog'chalarni ko'rdik, bizga yaxshi yoqyapti. Faqat sizga kelishimizdan oldin biz ko'p bog'chalarni ko'rdik-da, hozir bog'chalar ko'p. Shunga sizlarni qanaqa, qaysi tomondan ustunligilar bor? Shunga bolamizni ham yoshi 1,5 yosh. Shu bizga sharoit yaratib bera olasizlarmi bog'chaga? Bizning Tomsonland bog'chamizda bolalarning xavfsizligi birinchi o'rinda turadi va shuning uchun 24 ga 7 kameralar ishlab turibdi. Bog'chamiz 1,5 yoshdan 7 yoshgacha qabul qiladi. Bizda bundan tashqari ingliz tili, logoped, IT kurs, robototexnika, basseyn, tuzlikxona, xoreografiya, tennis, taekvondo hamda ekskursiyalar tashkil etilgan. Necha mahal farzandlarimizga ovqat beriladi? Bog'chamizda 5 mahal sog'lom taomlar tayyorlanadi. Professional oshpazlarimiz tomonidan bolajonlarimiz iste'mol qiladigan hattoki nongacha biz o'zimiz shu yerda tayyorlaymiz. Ma'lumot uchun rahmat. Unda biz maslahatlashib o'ylab ko'rib kelamiz. Ha, aytgancha Muxlisa, bizda sinov kunlari mavjud. Agar xohlasangiz farzandingizni bugun sinov kuniga qoldirishingiz mumkin. Bu mutlaqo bepul. Baxtiyorga nima deysiz? Unda bugun qoldirib ko'ramizmi? Mayli, bo'lsin. Xayr. Men boshida ishonmagandim, shubhalangandim. Lekin bugun farzandimni sinov muddatida qoldirib, shunga amin bo'ldimki, Tomson meni 1,5 yoshli farzandimni ham hayotga bemalol tayyorlay oladi. Aytgancha, aynan Tomsonlandni Yunusobod filialgisida atigi 15 ta bolajonlarimiz uchun joyligisi bor. Farzandingizni 3 kun ichida sinov muddati asosida bepulga olib kelib, sinov muddatida farzandinglarni joyligisini bron qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling.